Barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Hozirgi sizga beradigan infomiz bo'yicha sizlarga aytmoqchimizki, siz o'zingizni hayotingizda yashashga harakat qiling, birovlarni emas. Kimlardir fanat bo'ladi, biron bir yaxshi ko'rgan aktyorga yoki qo'shiqchiga bo'ladi. Oldinlari juda ko'p uchragan fanatlar, lekin hozirgi paytda ham blogerlarga bo'lgan fanatlar ham uchrab turishi mumkin. Aslo siz birovning hayotida yashamaslikka harakat qiling. Misol uchun bo'ladi xuddi shunaqa narsa, bitta bloger o'zini o'ldirib qo'ysa yoki biron bir holatga tushsa, unga qo'shilib yig'lashadi. Ular ham chiqib gapirishadi. Bu xuddi o'zini hayotida emas, birovlarning hayotida yashayotganga o'xshaydi. Yoki biron bir artist yoki mashhur artistning hayotida nimadir bo'lsa, o'sha narsani xuddi o'zi tortib oladi va o'zini ham boshidan kechiradi. Ya'ni bu sinxronnost deyiladi. Siz yaxshi ko'rgan bloger, mashhur aktyor yoki aktrisa yoki qo'shiqchini hayotda nimadir bo'ldi degani, bu sizning hayotingizda bo'ldi degani emas. Siz faqat o'sha narsani tortib olishingiz mumkin. Iloji boricha o'zingizni hayotingizda yashashingiz kerak. Har kuni o'zingizga qaytarishingiz kerak. O'zimning hayotim o'zimda qolsin, o'zining hayoti o'zida. Bu har tomonlama ishlaydi. Yomon voqealikni o'ziga ham oldirmaydi va birovni hayotida yashattirgani ham qo'ymaydi. Har bir inson o'zini hayotida hukmronlik qilishi kerak, oz bo'lsa-da. Shundoq ham ijtimoiy tarmoqlar va sistema bilan hamma odam o'zida ixtiyorida emas. Lekin iloji boricha harakat qiling, o'zingizni hayotingizda o'zingizni ko'proq qabul qilishga harakat qiling. Shunda siz energiyangizni behudaga sarflamaysiz boshqalar uchun. E'tiboringiz uchun rahmat.